Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Xudo xolasa mana Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz. Teplitsalar makoni desa ham bo'laveradi. Tashgres desak ko'pchiligimiz biladi. Xudo xolasa mana bu xonadonimizda teplitsamiz bor. 15 sotilik teplitsamiz bor. Pomidor yetishib chiqarishadi. Xudo xolasa mana Core 250 kilovatlik modelimizdan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa mana ko'mirlarni qo'yishgan. Xudo xolasa Qozog'istonda Shubarkol degan ko'mirlardan isitishyapti ekan. Xudo xolasa bir qator kotyolimizga servis xizmatini ko'rsatib, yoqish jarayonlarini ko'rsatgani keldik. Mana xudo xolasa kotyolimiz ish jarayonida 250 kilovat quvvatga ega. Dostonbek xormi? Xormi, salom alaykum aka. Qalay bo'lyapti? Qani bitta ko'rsataylik. Olovni ko'rsatamizmi aka? Olov ko'rsataylik. Nimalarga qodirligini. Xudo xolasa montajimizni chiroyli qilishibdi. Ham samotok qilishgan, ham nasosli sistema qilishgan. Teplitsamizga kirib ketyapti mana. Teplitsamiz 15 sotikdan iborat. Pomidor yetishtirishadi. Qani? Xudo xolasa mana yonish jarayonida. Mana aka, olov kerakmi? Mashalloh, xudo xolasa. Juda ham chiroyli holatda yonyapti kotyolarimiz. Qator teplitsamizni ishlarini ham qator ko'rsatib o'taman. Qiziqqanlar uchun bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsalar ham bo'ladi. Yo, bismillah. Mashalloh, juda ham chiroyli holatda, montajlari ham soz holatda bo'libdi. 15 sotik maydonimiz, eslatib o'tamiz. Bemalol Teplaijalga murojaat qilib, kotyol zakaz qilsalar ham bo'ladi. Haroratlarimiz joyida ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, kotyol zakaz qilsalar ham bo'ladi. Raqamlarimiz bor. Darrov aloqaga chiqinglar.